matohi, dunyo hayoti hamma narsa ekandek ko'rinadi ko'zimizga. Uy, mashina, pul, ayol, xullas chaqa 3-4. Shu dunyoda zeb-ziynati boyligi hamma narsa deb o'ylaydi. Hayotining bir qismiga kelganida 40 ga 50 ga kirib, shu dunyoda chaqa-chuqasidan, latalutasidan ozgina qo'lga kiritgandan keyin qarasa, dunyo hamma narsa emas ekan. Ozgina narsa ekan. Endi dunyodan chiqib ketayotganda, dunyoni hech narsa emasligini tushunadi odam. Buni 80 ga 90 ga kirgandan keyin tushunadi. Mana shu odam endi ko'rdi dunyoda nimaligini, boshidan oxirigacha. Mana endi ulug' inson bo'ldi, lekin amal qila olgan vaqt o'tib ketdi.